uxlab qolamiz, duo qilamiz. Aslan ko'rib rosa xursand bo'ldim. Молодцы. Faqat oldinga g'alabalar sizlarga tilab qolaman. Kelajakda Xudo xolasa yurtimizga sadoqatli farzand, yurtimizga foyda istaydigan o'g'lon bo'lib yetishib chiqinglar. Murabbiylarni yaxshilab qo'la solinglar, ota-onalarni qo'la solinglar. Birinchi darajada bu tarbiya. Ota-onamizni hurmat qilib, yaxshi ko'rib, yurtimizni sevib, yurtimizga foyda istaydigan yaxshi bolalar bo'lib, yaxshi qizlar bo'lib o'sib chiqinglar. Murabbiylarga katta rahmat. Shunchalik kelib hadisga javob bersangiz. Salomlar, mana shu sport inventarlar. Yana nimalar kerakmi ko'ramiz, mishoklar kerak ekan. Olib kelamiz, mishoklarni ham ertaga jo'natamiz. Sizlardan hozir nima? Faqat mashg'ulotlarni qilinglar, o'qishinglarni zo'r qilinglar. Butun dunyoga hozir o'zinglarni ko'rsatadigan payt. Jahon chempionatlariga borib, katta arenalarda bayrog'imizni falanga ko'tarib, yurtboshimizga rahmatlarimizni, yutuqlarimiz bilan aytamiz. Chunki yurtboshimiz bizga shuncha sportga, ilm-fanga, hamma narsaga keraklicha shart-sharoitlar yaratib berdi. Bizga katta rahmat. Yurtboshimizni yaxshi ko'rib, vatanimizni sevib, rahmatlarimizni, yutuqlarimiz bilan ko'rsating. Молодцы, man sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Sizlarga katta rahmat. Rahmat. Endi ustozliklar sizlarga o'rganadi. Hozir yetadigan muddatda yaxshi kunlar ishlatinglar. Mana shuni produkt mana shu xoslar-ku. Mana shuni dizaynini men o'zim endi sportchimizni o'zim musobaqalar ko'rishganman. Buni o'zim chizib, o'zim o'ylab topganman. Buni keyin kelsa mashhur tektordan juda ham удобный, bu yengil. Вообще yengil и ham stilniy, ham qo'pol turmaydi. Kiysa musobaqaga chiqqaninglarda sizlarga juda ham удобный, mishar qilmaydi. Ha? To'g'rimi? Anaqa joylari yengil. To'g'rimi? Rahmat. Murod akaga xat javobimiz сказать. Shu ikkita o'g'lingiz bor ekan. Я хочу, чтобы они у меня занимались, дай Бог, иншаллах, во-первых, xohlasa, qo'limdan kelgancha shug'ullantirib, chempion qilishga harakat qilaman. Чтобы он защищал честь Родины. Поэтому я хочу поздравлять. Kelasizlarmi? Yo'qmi? Ваши друзья будут рады вас видеть. Хорошо? Вам большое спасибо, огромное спасибо, Мурод. Давайте, bo'shashmanglar, bolalar.